bugungi treningimiz Demo qirg'iziston tarafidan tashkillashtirilgan. Hamda bugungi kunning temasi bu ekologiya, iqlim o'zgaruvi, o'rtacha qo'shaloqni asrash hamda ekoturizm praktikalarining yengizuv haqida trening seminari o'tayotdi Qo'shayli qalasida. Qatnashuvchilarimiz juda aktiv, o'tkazib turgan bizneslarni o'sha ekologiyalik jihatdan qanday tasarruf bo'ladi, hamda sol ekologiyalik prinsiplarni yengizgan sifatida o'zini ekologiyalik izin qanday darajada minimallashtirish bo'ladiganini o'rganib chiqmoqda. Bu albatta kelajakda ularning keladigan daromadlarini asru turistik xizmatlarda yaxshilash maqsadida qilinayotgan masalalar bo'lib hisoblanadi. Mana bugungi bo'lib o'tayotgan 3 kundan beri davom etayotgan seminar davomida ekoturizm sohasidagi bo'layotgan yangiliklar bilan tanishib boqamiz. Guruhimiz a'zolari bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlar olib boryapmiz. Shuningdek biz o'zimizga kerakli bo'lgan ekologiya sohasidagi yutuqlar yoki kamchiliklar sohasi bo'yicha kamchiliklar yuzasidan o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lib qolmoqchiman. Mana o'zim o'qituvchilik faoliyatim davomida maktabda to'garak olib borganman, ya'ni ko'chatchilik to'garagi davomida o'quvchilarga ko'chat ekish, o'simliklar dunyosi, qanday parvarishlash, ekologiyamizga qanchalik foydali ekanligi haqida ma'lumot berib borishga harakat qilyapman. Bugungi o'tayotgan seminar davomida yana buni davom ettirish, bu yerdan olgan ma'lumotlarimni shogirdlarimga yanada kengroq yetkazish o'zimga maqsad qilib oldim. O'ylaymanki, bugungi o'tkazilayotgan seminar har bir ishtirokchi uchun, yurtimiz uchun katta bir yo'l ochib beradi degan umiddaman.